Bundan keyin yana qaramlik qilamsiz. Endi rost ko'tarmayman. Men almashtiraman. Qo'ng'izni skriveram bo'ldi. Voy, odam, sen benim ish qotsan. Ha, adaş men Men Aliyani sizga qarshini bekib olgan. Bundan keyin qanday ishimiz bo'lib qolsa Aliya desangiz oldi. Sen ismini kirib araga dedim, ha? teşekkür ederim. Ada, sen bu yerga kelsan, xizmatdan qanday qilsan? Hay adaş Feyzon meni. Sana Allah yardım etsin, sana qarşın deb benim işe geldi. Onun üstüge maaşımni bu bronqida 3 yaşıca qilib berdi. Hem shunday qolganda pulni topa olayman, sana memra bo'la olayman. Bek yaxshi bo'pti. Hey, endi xo'sh bo'ldi. Senga yana bek yaxshi bo'ldi. Hay adaş lekin buni qarsam, maqetim rost to'g'ri qilmabsa, onun üstüge Ferdomni bakla qilib qo'ygan o'xshaydi ujumu. Shundigina adaş, men muallimga boqmay uyg'ur nasim ko'tarib yuribdim. Ana bo'z bu baqtirish bo'lmadi deyna, bo'lsa qanday bo'ladi? Kirib Ferdomdan kechirim so'ramsan ya. Qanday bo'lar? Ha, adaş men bir umr topdim. Adaş qanday bo'lar? Ay, sinab boqmsan qanday bilsan? Men bo'ldilar. Muy bo'ldilar. Hey, adaş bo'ldi. Ferdon, Madina'nın mijozi yo'qdek turdi. Oysa, Nima ish olding? bizim bek og'rib ketadi. Doktorga boramda. Ya, bo'ldi. Choy qo'yib beray, ya. Charchab qoldingizmi yo'lga kecha? Bir ay ishmaganda. Yo. Men xato qildim. Men xopman. Xato qildim. Am evnes ko'tamayman. Bundan keyin yana qaramlik qilamsiz. Endi rost ko'tamayman. Bir qitim kechiraylik, ya. Asla? Kelishib qoldim ishingiz hamda. Qara. Men vajib qilib ketdim. Suv ichay. Qo'yib beray demaysiz o? Ijozangiz yo'q. Hozir ig'ir narsalarni ko'tarsam bo'lmaydi. Voy. Ko'taringiz toz ko'tarsiz karvatlarni. Endi rost ko'tamayman. Chenakni ko'tamayman. Bu filmning davomini biz o'z ovoz salonidan ko'ramiz. 个人的世界，骄傲